Köygandan ko'ngan yomon. Abduri Mahinur Abdilim. Ovozda Rahila Musa, Tahirjon Yusuf. Karashtirgichi Aziza. 3-qism. Oxiri onasi uning dardida ochiq shutib yetib qolgandilar. O sal o'shini topgandek bo'lib, onasining ro'yi bo'yicha o'zini tuzab yuradigan bo'ldi. Ham tuqqanlarga va'da berib, onasi xushal bo'ladigan ish bo'lsa, ular topgan loyiq bilan to'y qiladiganligini bildirdi. Uzoq o'tmay saodat bilan to'y qildi. To'y kuni Ne'mat boshqa hech qanday ishni o'ylamay, to'yni chiroyli o'tkazdi. Lekin atisi Shirinay bilan tutmoqchi bo'lgan uyda yot bir ayolning o'ltirishi shu qadar jahlini qotirdiki, choch taravotgan Saodat uning ko'ziga xuddi Shirinayni qaslab o'ltirgan qotildek ko'rinib ketdi. Biroq u o'zining musha qiz bilan to'y qilganligini, uning gunohsizligini bilatdi. Ammo nemishqidir ko'nglida Shirinayga yuz kelmaydigandek. Uyning bir yerlaridan Shirinay uni ko'ztib turayotgandek bilinadi. Ish pushig'ini, ochchig'ini yenida paypetak bo'lib yurgan Saodatdan oladi. Aradan 10 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, u Shirinayni unutgani yo'q. Idorasidan 2 oylik tarbiyalash kursiga berib, kurs haqqini topshirish uchun moliya xodimining oldiga kelgan Ne'mat moliyaga mas'ul cho'konga qaraganicha qetib qoldi. Uning ko'z oldida Shirinayning o'zi turadi. Süpsüzük oppoq yuzlar, kirpiklari to'kilib turadigan ohu ko'zlar, alochidek qizil, meg'izdek kichik lablar. Odamga shundoq o'xshammi? Chiroyli emas. Uning nozik taqib turqi, qarashlari, nazokatlik o'ltirishlardan tortib naqadar o'xshagan ha. Onunga qarab, Ne'matning ko'zlariga yosh yomrab keldi. Orqada o'chirat saqlayotganlarning oldirtishi uni asliga keltirdi. Kurs jarayonida u bir amallarni qilib, yiliqi cho'kan bilan tanishdi. Ismi Beli qiz bo'lib, musha shahardan ekan. Ne'mat yana ko'chlab yurib, uning eridan ajrashib ketganligini, balasimi yo'qligini, o'zi yolg'iz yashaydiganligini bilib oldi. Ayoli turib, bir cho'kanning keyniga kirib olish Ne'matning tabiatiga yot bo'lsa-mu, u bu cho'kanning qiyofatidan, gap so'zlaridan Shirinayning simasini ko'radi. Kichik vaqtidagi Shirinayni uning qo'liga tutqizib qo'yib, hojatxonaga kirib ketgan heliqi ayol yodiga kelib, mushu cho'kan Shirinayning biror qanday tuqqinimidoya deb o'ylab qoladi. Beli qiz uningdan o'zini ancha qochirib ketmaydi. Ne'matmi uni Shirinay deb biladigan, davomliq uni ko'rishni istaydigan bo'lib qoldi. Az vaqt ichida ular bir kun ko'rishmasa chidashmaydiganlardan bo'lib ketishdi. Ularning ajrashib ketishi bekmi tuyuqsiz bo'ldi. Saodat qanchalik dil azobi tatmasin, chidab uy tutib ketishga bel bog'lagan edi. Lekin Urumchiga 2 oylik kursga ketgan Ne'mat qaytib kelibla intayin astoydillik bilan bu nikohni saqlab qilishning har ikkisiga o'zlarini qiynashdan boshqa narsa emasligini, balalarga kelsa, ularmi cho'ng bo'lganda hamini to'g'ri tushundiganligidek qiyliplashgan gaplar bilan Saodatni ajrashishga qistishi uni gangirtib qo'ydi. Ajrashish to'g'ri kelsa, ular burunla ajrashsa bo'ladi. Mana endi cho'ng qizi 14 yoshlarga kirib, o'z bo'yliq bo'lgan. O'g'li 12 yoshlarga kirib,
oq qorini farq etib qolganda ajrashimiz deb bolalarni yetimlik ko'chasiga tashlash bakmu rahimsizlik bo'ladi. O'zidan nima savallik o'tganligini hozirgacha bilmagan bechora Saodat ajrashishning sababini toza aniq bilmaydi. Ham ajrashishni asla xohlamaydi. Jamilaning ajrashib ketgan eri ularni bugun alaydan izlab kelib, kashdagi so'ringa taklif qildi. Uning deyishicha, Jamilaning hamma do'stlarini ayol chaqirib mehmon qilg'udak. Ham shu so'rinda ko'pchilikning oldida Jamiladan apo so'rg'udak. U shularni deb ulardan Jamila bilan yarashib olishga xizmat ishlab qo'yishni tovanchilik bilan o'tinib so'radi. Saodatning ko'ngli buzilib, yig'lab tashlag'ili tasli qoldi. Jamila har holda uningdan ko'p baxtli edi. Shu kuni kechda odatda Saodat bilan bir yerga faqatla billa bormaydigan Ne'mat Jamilaning erining o'zi kelib taklif qiladiganning yuzini qilib, Saodat bilan billa so'ringa bordi. Odatda qat'iy haraq ichmaydigan Ne'mat tonimaydigan biraylarning zo'ri bilan ko'p ichib olib, mast bo'lib qoldi. Jamilaning eri ko'pchilikning oldida qiziqarli gap bilan Jamiladan apu so'rab, hammalarni kuldirib etdi. Biraylarning iltimos qilishi bilan Jamilaga atab gitar chelib, naqshimi aytdi. So'rin nihoyatda qizg'in kayfiyatga to'lgan edi. Hammalar jup-jupi bilan tansiga tushganda, ayollar o'ltirgan ustalda Saodat yolg'izlik qoldi. Ular tansi o'ynab bo'lib taqishiga Ne'mat o'rnidan turib ustalga bir namo'shladi. Hammalar cho'chib qarashdi. G'ariq mast bo'lib ketgan Ne'mat g'azab bilan vaqiradi. Nemishqa u yenimda yo'q. Ammo odam o'z sevgini bilan nemishqa ma'lum o'shundoq sevginimdan ayrilib hasrat chekaman. O nemishqa ketadi. Nemishqa meni dog'da qo'yib ketadi. Men uni sevdim. Jinimdan ortiq sevdim. Sevginim nemishqa yenimda yo'q. Nemishqa bundoq yashaganimdan o'lganim afzal. G'ariq mast bo'lgan Ne'mat bo'g'ilib so'zlaydi. Erlar uni pastgo'yga tushirish bilan ovora bo'lsa, ayollar Saodatga qarab pichirlashib, bir nimalarni deyishdi. Alam va nomusdan Saodat hushini yo'qotib qo'yg'ila tasli qoldi. U bu ahonatga chidamay davrab kelgan yig'isini to'xtata olmay, og'zini itvoqinicha ayrimxonadan yugurib chiqib ketdi. Saodat uyiga muqaytmasdan xalq maydoniga kelib, uzun o'rindiqda o'ltirdi. Ochiq yig'i uning yuragining qat-qiytidan o'qchib chiqadi. Ne'matga, ikki bolasining dadasiga 10 necha yil xizmatini qilgan o'sha erga shu qadar nafratlandiki, endi u er bilan birga yashash emas, yuziga mu qarag'isi yo'q. U kayniga sirmay, atila ajrashish niyatiga keldi. Saodat öksüp yig'lab o'ltirganda, orqasidan hasrab humidab Jamilami keldi. "Voy, bu Ne'matning nima qilgandi bu?" dedi Jamila g'azabdan bo'g'ilgan holda. "Do'st dushmanning oldida shundaqmi qilamdi? Uni buni desang, ishonmay yuribdi ekanman. Oy, odamga shundaqmi ahonat qilgan bormi deyman. Bu qaytim rosa bir tetitib qo'ygan asanmi o'zingni? Endi hamma ish tugadi. Adash, sabr qachonmi to'shdi? 15 yildan beri ko'p ahonat tatdim. Kamsitildim. Qo'saq ko'plagan bakmi chiq.
shu balalarni deb chidab kelgan edim. O shuncha ko'p odamning oldida menga nima qilgan gunohimga shundoq ahonat qiladi. Men nimani xato qildim? Sada nimani xato qildim? Boshqani demagandim. Men ikki bolasining onasiga. Bo'ldi. Men ahdini ochirishman. Onundan joq to'ydim. Hammadan to'ydim. Saodat deganidek atsi hech kimning nasihatiga, salosulhisiga pisand qilmay, ne'matga ta'tir qarab turib, ajrashib ketdi. Qilganlaridan nomus qilib qoldimi, ne'matningmi uni ichiga tushib ketdi. Qizi Saodat bilan o'g'li dadasi bilan turadiganga kelishgan bo'lsa-mu, Saodat sotdan tushibla har ikki balani uyga yandirib akeldi. O'lib berishga roziki balalarni ayirishni, o'g'lini dadasiga berib etishni xohlamaydi. Ne'matningmi hozir boshliqqidek makoni bo'lmag'ashqa o'g'lini talashmadi. Heliqi kundagi ishdan keyin Ne'mat to'limi o'ng'aysiz ahvolga tushib qolgan edi. Ularning ishini hamma odam bilib ketdi. Ne'matning oilasidagilar Ne'matning raso adibini berib, kelinidan kechirim so'ragan bo'lsa-mu, Saodatning muzlagan ko'nglini eritolmadi. Nurg'un erlar uyda xotinini urib dumbalasa-mu, sirtda al og'inilarning oldida yolg'ondan bo'lsa-mu, inoq ijil qiyofatda yurishadi. Bir ayolning ikki bolasining dadasi tarafidan shuncha odamning oldida muncha ahonatga uchirganini osonlikcha uchratqili bo'lmaydi. Boshqalar g'aybat qilishqini bilan Saodatning oltindek esil ayolligini hamma odam bilgashga, vaqt o'tgan sari bu ishqa adil hukm chiqarilib, anglaganligi odam ayibni ne'matga otib, Saodatga yistashlik qilishdi. Ne'mat o'zini texim yolg'iz his qilishga boshladi. U biroqla yaqinlardan ayrilib qolgan edi. Buning qarayti chaqliq. Amdi u o'rimchiga berib, suyumlik mahbubasini topadi. Muzdek so'g'uq, ko'ngilsiz hayotiga xotima berib, Shirinayning Shirinayning mehrini his qildirdigan beli qizning vasliga yetib, yarlangan yuragiga malham izlaydi. U shu niyat bilan o'zi ishlayotgan advokatlik ish o'rniga istiqbolnoma yezib, xuddi o'gay onasidan yomonlagandek, o'ziga o'ng ko'zda qaramagan bu shahardan og'rinib, o'g'lini elib, o'rimchiga qarab yo'lga chiqdi. Saodatning g'amkinlik, qayg'urish, o'zini to'van ko'rish psixikasi texmi adab ketdi. Ashu kundagi satchilikni shahardagi hamma odam biladigandek. To'y to'kinlargimi beshini ko'tirib, yuraklik borolmaydi. Yo'l mangsimu nimadandir xudeksirab, xizmatdoshlar aro gaplashib kulishsimu o'ziga og'ach ichidan tugishib ketayotdi. Hammadan alam qilg'ini o'g'lining dadasi bilan o'rimchiga ketib qolgani bo'ldi. Talog'i chiqsa, kishilardan xudeksirab, yuragi siqiladi. Uyga kirsa, cho'ldarab qolgan uyda g'ayriblik, miskinlik onunğa quchoq ochadi. Heliqi psixik maslahatchi ayol bilanmi yaqin do'stlardan bo'lib qoldi. Shu ayolning da'vati bilan o'zini ancha-muncha tuzashtirib, ruhiy kayfiyatini yaxshi tutib, xizmatni bosh cho'kirib ishlab yurdi. Bara-bara ko'ngilsizliklarni unutilib, kayfiyatimi joyiga tushib qoldi. Bir kuni ularning idorasidagi ayol boshliq uni ishxonasiga chaqirdi. Esil kiyinib yuradigan, ham salobatlik,
ham iqtidorli bu ayoldan hammaylan aymanatdi. Saodat boshlig'ining ishxonasiga qo'rinibgina kirdi. Ayol boshliq to'limi qizg'in edi. U eshikni yepayotgandan keyin Saodatga: "Sizni bugun shaxsiy ishim bilan izladim. Kechda bir uchrashishimiz botdi. Bu uchrashish idoramizning xizmatiga munosabatliroq. Nahiyadan bir necha odam kelmoqchi. Menga bugun kechda kasbda puxtaroq bir hamroh lozim. Shunga idoradan sizni loyiq ko'rdim. Kechda tayyorligingizni qilib saqlab tursangiz, shopurim sizni og'ilib boradi." "Men qandaq bo'la? Mening faqatli so'rindochiligim yo'q degan yeringizdan chiqolmay qolamanmikin? Bundaq ishlarga Aliya, Zamiralar mendan yaxshiroqmikin? Keshdiki so'rin tans o'ynaydigan, aroq ichadigan so'rin emas. Kimni tanlashni o'zim obdan bilaman. Buni xizmatning zaruriyati deb tushuning, Saodat." Ma'qul. Muhim so'rin bo'lsa, ishni buzib qo'yamanmi deb ansirab qoldim shu. Saodat boshlig'ining ishxonasidan beshiga g'am tushib qaytib chiqdi. Ham xiyol surib o'ltirib ketdi. Bundaq muhim so'ringa tuzukroq kiyinmasa bo'lmas. Saodatning xelidan beri ko'nglining aromi bo'lmag'achqa o'ziga kiyim setib olmaganigimi xeli bo'lgan edi. Shuncha o'ylabmi, kechda kiyib bag'idek yaxshiroq biraqur kiyimi esiga kelmadi. Turibla mundaq bir asabiyligi tutdiki, xizmatini tashlabla chiqib ketdi. U uddal bankiga berib, necha vaqtlardan beri yaxshi kunning yomoni uchun yig'ib qo'ygan pullarining hammasini oldi. Uning boshqa ishlarni o'ylag'isimi yo'q. Shuncha vaqtdan beri qo'lini ko'say, chechini supurgi qilib uy tutib, nimaga erishdi? Endi yana nimaga shundoq jafo tortquliq? Oilasini illiqlikqa to'ldirish, erining ko'nglini ko'tarish, uni suyundirish uchun u palto elib kiyishning o'rniga uyga gilam ilishni loyiq ko'rdi. Uyni kirgan odamning ko'ngli ichilib qolg'idek chiroyli ozoda bezidi. Oqibat nima bo'ldi? Tashlandiq ayol bo'lib, ashu yasadaq uyda yolg'iz qoldi. Balkim o'ziga qarsa holini harva tortolmaydigan, uyga kirsa bo'ron uchib turadigan ayollarning tutgan yo'li mantiqisi to'g'ridir. Saodat shunday xiyollarni qilganicha donliq markalik kiyimlarni sotadigan savdo sarayining oldiga keldi. O'ziga yarg'an ko'ynak bilan oyoqni bahosiga, qo'siga og'rimayla rozimanlik bilan setib oldi. So'mkami oldi. Yana chechinimi bo'yitib oldi.